boshlab qayergadir olib ketadi navigator. Hali safarimiz uzoq, eshitamiz ana gapir. Men ungacha sevgi haqida qo'yib qo'yaman navo va uxlab turaman tushimda qo'rqitmasa alligator. Zamon bu deyishadi, o'zgardi deyishadi, usti boshga baho berma topganini kiyishadi. Yolg'izman dema, dunyoda har insonni tengi bor. Zo'ri bormi, zori bormi, asosiysi tengi bor. Unga berma e'tibor, bunga berma e'tibor. E'tibor qimmat valyuta, kimda interneti bor. Ishlab uyga pul olib kirganimizda edik o'smirlar. Hozir esa yulduzlikka intilar o'spirinlar. Hayot bersa dars, kimga qila olasan arz bilib, kimla sanga do'st, kimla saqlasa g'araz. Bilganingda hayot botqog'iga botib ketganlar qancha. Kun keladi hammamiz ham bo'lamiz shulardan parcha. Kunu tunimiz bir xil, kun tartibimiz bir xil, ko'p sirimizni saqlaydi telefonimiz bir xil. No hammamiz bilamiz, hamma o'ladi. O'ylaganmisan, o'lsang telefoningdagi ma'lumotlar kimga qoladi? Fotkalaring Google tizimida muzlagancha qoladi. Qanchalar yo'qoladi, sandan SMSlar qoladi. Bu hayot o'zi shunaqa, kimla ketib kimla qoladi. Qoyilmisan, san bilan faqat telefoning birga o'ladi. E'tibor berma, shunchaki uyqoldi xayollar. Asta sekin tushga aylanib ketar jarayonlar. Yarim tungi soat 3, ko'zlada qolmagan kuch, lekin doimgidek uyqusizlikka kelasan duch. Eslaysanmi birinchi bor ko'ngling og'riganini, yoki kimnidir kutib ko'zlaring toliganini, yoki balki sevib qolib ko'zing yoriganini. Agar eslatmasam eslolasanmi qolganini? Soat ertalabki nechi duram bo'ldi, uyqu oldi, WhatsApp yana don't stop, yana non stop. Qara ish ko'p, quyoshni okean uyg'otar biz yo'q o'lkalarda. Hozir uxlashga vaqt, hayot boshlanar sahardan. Asta kuzatasan maktab tomon yo'l olgan yoshlar. Yaqinda har bir iloj yo'q, katta hayot boshla. O'z hayotiy tajribangdan maslahat bera olasanmi? O'ylama, o'ylanib adolatli bo'l deb qolasan. Katta bo'lasan, shaxsiy hayotda bo'lasan, u tomonda bu tomonda aldovda bo'lasan. Lekin hali ko'rasan, ko'rib to'yasan. Qaniydi bu hayotni boshqa rangga bo'yasam deb. Katta bo'lasan, krugda bo'lasan. Seo adashishga haqqing yo'q, to'g'ri xulosa qilasan. Yolg'onda tektra bo'lasan, prinsip nima bilasan? Va bu gaplarni tushunganda katta bo'lgan bo'lasan. Katta bo'lasan, munosabatda bo'lasan. Bir marta bo'lsa ham hayotda yomon odam bo'lasan. Taqdir o'yini, shunchaki majbur bo'lasan. Shu militsiyadan tirik chiqsan katta bo'lasan. Katta bo'lasan, inorga hafta bo'lasan. Gohida zararda, gohi nafta bo'lasan, yoki qarzda bo'lasan, hayotiy darsda bo'lasan. Ba'zilarini o'zing ham taqdir deb qo'yasan.